Çöçek Adili Abduri Farida Wolf Burun'da intan jırak bir qarlıq dağda kiçik bir yeza bolğan iken. Bu yezdeki balalar çöçekçi momayның rengarenk yumuşaq yung adilde oldurup çöçekçi momay etip bergen çöçeklerin anlaşını tolumu yaxşı gördüken. Bir küni çöçekçi momay çöçek etip deyip Nikolayның paypağının yırtılıp ketkenligini görüp qapdı. Şunun bilen Nikolayga qilin ve yumuşaq bir paypaq toqып bermekçi bopdu. Lekin o kış hava intayin soğuk bulup yezdeki hiç kim yung setip algılı bazarga bara almaydı. Qandaq meseleni çoqum hal qilishning bir yolu boludu, depdi çöçekçi momay. Faqat biraz başqa turib o'ylasaqla kupoye. Fikir qilishga yordami bo'lish uchun o'ziga qiziq bir piyola choy qo'yibdi. Bir qancha yutum o'tlagandan keyin bir amal tepibdi. Çöçek edilimden biraz söküp Nikolayga paypaq toqib beray, depdi. Yerim kechida hammasi uxlab qolganda çöçekçi momay qarliq o'rmondan o'tib Nikolayning paypog'ini eshigining oldiga qo'yib qaytib kelibdi. Uzun o'tmay pochtikesh sahar eshikdan chiqqanda somkasiga ortilgan bir yong'liq sharpini ko'ribdi va uchirgan hamma kishiga "Buni kim o'ridi?" deb so'rabdi. Lekin buning javobini hech kim bilmaydi ekan. Muallim sinfdagi mashni yondirish uchun ko'mir olg'ili ko'mirxonaga kelib, ko'mirning yonida turgan bir jup yung pallani ko'rib, intayin hayron qoldi. Ivanov xonim yipqi issiqliq peshtamonini ko'rib, olg'on peti yuyilgan kiyimlariga qo'nib olgan qo'zg'ollarni qo'g'labdi. Mahalladagi do'konchimi koni kuyib ketgan sharpisining o'rniga yangi sharpa ortishga boshlabdi. Balalar bolsa kundan kunga çöçek edilaga patmag'ala turibdi. Yezdikilar kundan kunga hayron qilishga boshlabdi. Bu vaqt Olganing yangi rengarenk shundoq chiroyli yumshoq bir yo'g'iki bor bo'pti. Qassob bo'lsa taz beshiga to'limi mos kelgan yumshoq bir do'ppi bilan mahallani kezishga boshlabdi. Balalarning çöçek edili bo'lsa borgan siri kichiklab ketibdi. Mahalladagi tikkuchining bichora mushkimi ustiga to'limi bop kelgan bir chapon bilan mag'rur holda miyovlab mahallani aylanishga boshlabdi. Shuning bilan bu ishning sir pardasi texmi cho'nqurlashishga boshlabdi. Çöçek anlag'ili kelgan bolalarning bo'lsa, endi o'ltirdiganga bir ajali yo'q ekan. Yezdikilar bu ishning sirini yeshib chiqish uchun yez boshlig'ini izlabdi. Çöçekçi momay davomliq nima deydi? Esinglardimi? Debdi yez boshlig'i. Har qandaq masalani cho'qim hal qilishning bir yo'li bo'ladi. Balalar paypaqlarni, sharpalarni, palalarni, peshtamanni, do'ppini, buvoq go'gikini va chaponni bir yerga kelibdi. Buni ko'rgan hamma kishi birdilla Bular hammasi çöçekçi momayning koni adiliga o'xshaydi ekan, deb varqirishibdi. Lekin endi yo'q, deyishibdi. Endi tushundim, debdi yezi boshlig'i. Çöçekçi momay bularni o'rish uchun çöçek adilni ishlatibdi. Endi uningga javob qaytarish navbati bizga keldi. Yezdikilar çöçekçi momayning uxlab qolgan vaqtidan foydalanib, bütün uydagi adiyallardan bir ikki qo'r söküptü ve hammasini yig'ib çöçekçi momayning eshigining oldiga qo'yib qo'yibdi. Çöçekçi momay sahar turib, eshik oldidagi manzarani ko'rib, hayron qoldi. Chunki u bugungacha bunchalik ko'p va rangli jonlarni ko'rib boqmagan ekan. Jonlarning orasida texi bir maktub bor ekan. O maktubda yangi adiyal uchun deb yozilgan ekan. Shu kundan keyin
Balalarning yana ustida o'ltirib, bu aq ko'ngil cho'chakchi momayning cho'chaklarini anglaydigan burunqidan texmi cho'ng va texmi rangli bir adili bar bo'pti. Uyga qaytish vaqtida cho'chakchi momay balalarni bir suyib xo'shlashibdi va Aleksandraning to'shik maykasini ko'rib qapti. Aleksandraga güzel bir mayka örüşni qarar qıptı. Lekin hava yanıla intayin soğuk, her yerini qar qaplagan ekan. Hech kim yung setib alg'ili bazarga bara olmaydi ekan. Cho'chakchi momay yangi o'rigan chiroyliq va rengarang adiliga qarab kulimsirabdi. Chunki cho'chakchi momay har qandaq masalaning bir hal qilish yo'li bor ekanligiga ishonadi ekan.